Maqtansa maqtanishga arziydigan shunaqangi bomba pechenye retseptim bilan keldim. Xullas, idishimizga elangan un, sariyog' solib ikkalasini yaxshilab uqalab olamiz. Ketidan esa ekranda ko'rsatilgan barcha mahsulotlarni birin-ketinlikda solib, yumshoqqina xamir qorib, teng ikkiga bo'lib 10-15 minut tindiramiz. Nachinkasiga maydalangan yong'oq bilan 1 osh qoshiq sariyog'ni uqalab olamiz. Ketidan esa shakar, quyultirilgan sut quyib, aralashtirib olamiz. Tayyor bo'lgan nachinkamizni 15-18 bo'laklarga bo'lib olamiz. Tinmagan xamirlarimizni xuddi shu videoda ko'rsatilgandaqa qilib yoyib, xuddi shunaqangi nasatka yordamida kesib chiqamiz. Tayyorlab olgan nachinkamizni xuddi shunaqangi ko'rinishga keltirib, kesib olgan xamirlarimizni orasiga xuddi shu ko'rinishda qo'yib olamiz. Keyin esa xuddi shunaqangi pinset yordamida shunaqangi chiroyli qilib birin-ketinlikda uzorlab berishni boshlaymiz. Qizlarjonlar, pinsetim yo'q deb o'tirmasdan buni oddiy pinset yordamida tayyorlasanglar ham bo'ladi. Uzorlab berib olganimizdan so'ng xuddi shu videoda ko'rsatilgandaqa qilib o'rtasiga bodom qo'yib, xuddi shunaqangi qilib chetlarini ham pinsetlab olamiz. Tayyor bo'lgan pechenyelarimizni listga joylab, qizib turgan duxovkamizga pishirishga jo'natamiz. Pishib chiqqandan so'ng xolasanglar ustiga sirop surtib, xolasanglar shakar upa sepib, bemalol dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Retsept yoqqan bo'lsa, kommentariyada 1 dan 10 gacha baholab, videoni o'zingizga saqlab oling va menga obuna bo'lishni unutmang.